Hormanglar ey bolalar, hormanglar. Kecha deydi o'g'ilga kirdi. Ay, ishlayapsizlarmi? Ha, bo'l, ishlayvering. Kim bo'sh ekan? Kim bo'sh? Ishlar emas, yaxshi. Vo'p, o'zim qilaman. Bo'shmi desiz aka? Qarang. Molim bor shu desiz. Kecha o'g'ilga kirsam, suluy qopti. Keyin o'yladimda buqaga kelgan dedimda, ki Ro'shan Navey bor, bilasizmi? Buqasi bor. Olib bordim o'shanga. Olib borib, keyin ertasi kuni bir xabar olsam, ancha jon kirib qolgan molga. Keyin yana olib boraman dedi. Yana olib bordim. Kuni uni ertasi kuni kiyimga qarasam, ipni uzoraman deyapti hali. O't chaqnayapti oyog'idan. Olib bormasam bo'lmaydi degandek qilib. Dedimda yana olib bordim. Nima? Buqaga olib borib qaytyapsan? Ipni shunaqa tortib qochyapti-da, shu molni yurgan ko'rganmisiz? Parashyutda sakraysiz, oyoqni olib. Ariqqa tashlayapti, o'zini shunaqa. Kimga qarasa shunaqa suv ichyapti. U chanqagan ekan u. Chanqagan ekan. Tushundingizmi? U beshga suv bermadi-da, keyin esga tushib qoldi. U chanqagan ekan. Siz qayerda ishlashingizni bilasizmi? Quvada joylashgan Humo beton zavodini polniy sizga qorovulligini topshirib qo'ygan bo'lsam, siz qilib yurgan ishingizni qarang. Bilasizmi, bu yerda 100 markadan 500 markagacha beton ishlab chiqariladi. Biz xalq o'ylab ishlayapmiz, siz gap sotib yuribsiz. Siz boshlamisiz? Boshliq hech kimligini ham bilmaysiz. Bor ishingizni qiling. Yo, men yaxshilayman, men nima deb o'ylamayman. Prosta obedga chiqqanda sigaret chek. Endi zeri katta odam gaplashgisi keladi kimdir bilan. Tavba qildim. Ha, bollarni chiqarib yuboravering, ha. Tezlashtiringlar. Qarang. Kecha deyim molxonaga kiribman. Sigir sulayib qopti. Bang.